qani. Sirtqa chiqib ketdi. Kela, men billa o'ynaymiz. Bu nima? Telefon, maktab yasidim. Sinab baqayli, ha? Bo'ladi. Turibdi, ha? Voy, yigidek bir nima bormi? Va, sen bilmaymi? Voy, billa o'ynayli degan-ki, eshikni ochqina. Vay. Men daji. Anlatamsan. Qo'ymasqa. Anladimi aka. Shunday aniq anladimi? Chaqan degina, yeydigan narsalar nada? Qo'sqim to'yg'izolay. Yeymanmi deb tursa? Aka, men seni ovozingni qanday anglayaladim? Chunki ovoz havoni tavritadi. Havo tavrinishi bo'lsa, jip orqali quloqqa yetib keldi. Bunday-a. Havoni tavritadi? Buni ovoz to'lqinimi deydi. Qara, tosh tushgan chog'da to'lqin paydo bo'ldi-ku. Shuningga o'xshash ovozmi havoni tavritish orqali ovoz to'lqinini paydo qildi. Aka, sen nechuk narsani bilgansan? Men buni yanglab yegandim. Ammasi, telefonning asosi qanday? Buni texi bilmayman. Mendan so'rab baqayli. Yaxshimisiz? Men Alexander Grandberning meni. Alexander Grandber? Shundoq, telefonni ber kechib qolgan. Degan sizlarga shuni so'zlab beray. Jiroqdan kelgan ovoz. Bu bir dastlab kechib qolgan telefon. Mana bu Alexander Grandberning rasmi. U Shotlandiyaning Edinburg shahrida tug'ilgan. A, O, E, I, O. Berning dadisi ataqli komediya artisti. Berning artist bo'lsa bormi nima, ha? A, O, Artist bo'lay deb ovoz mashq qilyapsiz, ha? Yo'q. Men dadamning ishlariga varislik qilish uchun to'g'ri talaffuz qilishni mashq qilyapman. Ha, mundaqkanda bo'lmasa sizdan artist chiqmaydi. Nima? Nima dedi? Yana bir nima? Eski. Dada, qaytib kelibsiz. Qaytib keldim. Berning dadisi gaskachlar uchun yangi tilni tadqiq qilyapti. Bu gap qilayotgan odamning og'iz harakatiga qarab, uning nima deyotganligini bilib olg'ili bo'ladigan tildi. Men Patiqinda Londonga xizmat qilaman. Sening patroq cho'ng bo'lib, menga hamdam bo'lishingni umid qilaman. Men shuni o'ylab to'g'ri talaffuz qilishni mashq qilyapman, dada. Yaraysan balam. Dadasining xizmati munosabati bilan bir Londonga keldi. Shu chog'da bir endili 19 yoshga kirgan bo'lsa-mu, nayti pishib yetilgachga dadasining qavul yordamchisi bo'lib qolgan edi. U nima qilyapti? Siz qachonmi yaqinroq muzikalarga chaldigan bo'lasiz? Siz bari nima qilyapsiz? Men tovush asli qilay deyman. Tovush? Buningga pianino chalishning nima hojati? Sizga men aytib beray. Qaysi tovushni anglamoqchi? Bo'ldi. Ha? Nima? Men so'ziq tovush asli qilay deyman. So'ziq tovush? O, shundaqmi? So'ziq tovush ojiz kuchliga o'xshamaydigan har xil yakki tovushlarni tashkil topgan. Shunga ojiz kuchliga o'xshamaydigan har xil tovushlarni biriktirib, so'ziq tovush asli qilg'ili bo'ladi. Bu bir qiziqarli kashfiyotga. Yangi kashfiyot bo'lib qoldi tehi. Men shuni o'ylayotgan. Qalbis bo'ldi, bek yaxshi ish qildi. Yangi kashfiyot, bek yaxshi ish qildi, bek yaxshi ish qildi. Hamisi men muallimga dokument qilay. Muallim, yangi kashfiyot. 19 yoshlik yosh Alexander Grandber ilm fanda yaratgan g'oyat zo'r kashfiyotingiz uchun buni sizga taqdim qildik. Nim bo'ldingiz? Nimishqa bunday ro'yingiz tushib ketdi? Germaniyalik
beylik alimi Heyli Morris bu ko'z qarashni o'ttirib qo'yib o'ptikan. Nima? Esta, rostla o'kingidek ish bo'pti. Yangi kashfiyot oson qo'lga kelmagandi. Bo'pti, o'yin kashfiyot bo'lmasa-mu, bizning o'ylaganlarimiz xato emas. Nima? Onun kitabını yaxshi o'qib chiqsam, yangi tovush hosil qila olaman. To'g'ri, men sizga yordamlashay. Kitob o'qishku yaxshi ish. Lekin bu nemis tilida yozilgan kitobkan-ku. Sen lug'at aktor. Ma'qul. Ma'qul so'zni tepib bergin. Ma'nimi? Qaysini? Yana ma'ni. Ma'qul. Shu kundan boshlab meni net bosdi. Meni har kuni lug'at o'qitishga soldi. Yana bir so'zni tepib ber. Uyqum kelib ketdi. Qolgan o'zing teping'a. Yana birini tepib bersang-chi. Tezrek o'qib bo'lay deyman. Az qoldi. Qozimi joyilgansiz. Acaba yaxshi bo'ldi. Oxiri o'qib tugatdim. Qanday qarab? Tushundingizmi? Hech nimasini tushunolmadim.何もわからなかったのに、やたらと張り切ってんのね。あの本のおかげで面白い考えが浮かんだからね。 Yeni şu harita neresiga maslahatishmi? Shundaq, bu degan Kamerton. Kamerton gimnastika sayminimi? 1 2 1 2. Ay, ovozi juda yaqinlikka. Oy, bu nima ish bu? Oy, chaqan to'qson. Oy, mana to'qson deyman. Oy, chaqan to'qson. Oy, nima ish bu? Oy, to'qson deyman. Ejibmi qo'rqib ketdim. Nima ish endi? O'rnimizmi ovoz ko'tarib ketib ketdigina. Rezonans degan shu. Rezonans? Shundaq. Kamertonning ikki tarafidagi manfiy bilan musbat o'xshash bo'ladi. Bir tarafiga ursang, yana bir tarafidanmi o'xshashli ovoz chiqadi. Heyli Morris elektromagnetlik to'mirdan foydalanib, Kamerton orqali so'ziq tovush hosil qilgan. Mana shuningdan qaraganda elektr orqali xabarlash usulidan foydalanib, yiroqdagi Kamertondan ovoz hosil qilgan bo'g'dek. 僕の音差を鳴らすことだって。 Ha, to'g'ri. Onun ustiga Kamerton rezonansdan foydalanib, shu orqali xuddi muzikadagi yuqori tuvanliga o'xshamaydigan ovozlarni yetkazgili bo'ladi. Bir muzikani boshqa yerdan anglag'ili bo'ladi. Bu nima degan yaxshi? Uni muzikalik elektro aloqa deymiz. So'ziq tovush tadqiqotini to'xtatib turishga majbur bo'ldi. Lekin musiqalik elektro aloqa ustidagi tadqiqot uning telefonni kashf qilishiga sabab bo'ldi. Bir yoqdan dadisiga qarasa, yana bir yoqdan astoydil tadqiq qildi. Lekin bek charchab ketgachga kasal uni oxiri yiqitdi. Ota-onasi bolasini deb uzun yil turgan Angliyadan ketish qaroriga keldi. Ular butun oilasi bilan Kanadaga ko'chib keldi. Havo sap bo'lg'achqa bir sallamaza saqayib ketdi. U dashida o'qituvchilik qilib, tadqiqot ishlarida ajoyib muvaffaqiyatlarga erishdi. Dal mush chog'da そんなある日のこと
Yaxshimisiz, Beri efendi? Bu kishi Thomas Sandas bo'ladi. Amerikaning Boston shahridan kelgan korxonachi. Biz turadigan joyda nurg'un bola mening o'g'limga o'xshash gaz yoki gacha. Sizning biz tarafga ko'chib berishingizga intizormiz. Lekin bundaq bo'lganda men dasho't xizmatimdan istifa bersam bo'ladi. Uning ustiga mening hozir tadqiq qilayotgan ishlarim bor. Ben sizden uyunuzda sizga tajribaxona tayyorlab beraman. Bolalarni deb bo'lsa-mu, mush ishga kuchingizni taqdim qilishingizni umid qilaman. Biroq o'tinib qolay. Qanday qilay deysiz? Yanıla bağının tüzük o'xshaydi. Pek yaxshi bo'ldi. Mana bu sizning tajribaxonangiz. Nima lozim bo'lsa tatinmay davering. Darhol yetkazib beraman. Yaxshi bo'lg'ini, bir kamtasha tajribaxonaga ega bo'ldi. Uning ustiga tadqiqot ishiga yetarli vaqt chiqara oladi. Ishga yaxshi ish. Quvva. Kirib. Efendim, tanıştırıp koyay. Bu kız Habat Efendi'nin kızı Megil. Tunji qitim ko'rishimiz. Mening ismim Megil. Efendim, sizga nima bo'ldi? İçtim. İçtim olmadı. Bu qizma kichigida bo'g'ma kasaliga giribtor bo'lib, gaz bo'lib qolgan. Olidan ko'proq xabar elib qo'yasiz. Kechiring.完全に一目惚れってやつね。ちょっと、ベル先生。なんだなんだじゃないでしょ。いつまでボケっとしてるの。はい。ああ、もうほとんど病気。キリがないからこの話はおしまい。Kız balalar, bir sızgan her xil ovoz to'lqinini bir ko'ribla, ovoz deganning nima ishkanligini bilib oldi. Qaranglar. Ovoz to'lqini qo'yib keldi. Ovoz yuqori bo'ladi. Ovoz to'lqini shalong yerda. Ovoz to'van bo'ladi. Voy, rost. Ovoz to'lqinining shakliga o'xshash tavritilgan elektr to'lqini asl qilib, ondan uni elektr magnitiga tutashtirsam, tavrinish taxtasida asl bo'lgan tavrinish ovoz chiqarmamdi. Mushundaq bo'lganda tok orqali ovoz taqat qilib bo'ladi. できるぞ Savaqdaysa dersin shunlar. Shundan boshlab bir telefon bilan bo'lib ketdi. Ovozni tarqat qilib bo'ladigan bo'ldi. Shu chog'da rais ismli bir kishimi telefonni tadqiq qilib o'tadi. U yog'och bilan quloqning shaklini yasab bir teshik etib, uchaydan yasalgan nefis tarzini tavrinish taxtasi qildi. Nefis tarzining kayniga oq oltindan ishlangan simni ulab, bir uchini purjinga tutashtirdi. Eng oxiri batareyaga uladi. Shunday qilib nefis tarda ovoz tarqatganda, nefis tardida tavrinish hosil bo'lib, to'q turib uzilib, turib tutishib turdi. Mana bu ovoz qabullag'ich edi. Elektr magnitning ro'zi tufaylidan metal simda tavrinish hosil bo'ladi. Lekin chiqqan ovoz odamning ovoziga o'xshamaydi. Rais keyin telefonni qayta o'zgartdi. Lekin chiqqan ovozni yana aniq anglag'ili bo'lmadi. Zandas efendim, Zandas efendim. Men telefon yasashning chorasini topdim. Men bugundan boshlab telefon yasash qaroriga keldim. Nima bo'ldi? Nimaga shuncha xo'sh bo'lib ketdingiz? Men tok orqali ovoz tarqatishning chorasini topdim. Ovoz to'lqinini tok eqimiga aylantirsak bo'ladi. 先生 Efendi, bundaq qilsangiz bo'lmaydi. Ish qilganda bundaq arisaldilik qilmang. Bu qitim men Watson Efendi'ni sizga yordamchilik taklif qildim. O sizdan tok aloqasini tanishishni tadqiq qilishingizga yordam qiladi. Watson Efendi, bu yoq Pierre Efendi bo'ladi. Efendi, sizga omonat emsa, tok aloqasini tanishish tadqiqotini patroq o'rindishingizni umid qilaman. Bo'ladi. Tok
tok aloqasini tangshash orqali birining muzikalik elektro aloqasini paylanish Sandasning tasavvuri edi. Sandas shuni his qildiki, mushundaq narsa kashf qilinsa, nurg'un pul topqili bo'ladi. Shunga u xilicha xarajat ajratdi. Watsonni yordamchilikka qo'ydi. Sandas korxonachi bo'lishga munosib odam. Nima degan issiq. Beri bilan Watson har kuni elektr aloqasi tanishishni tadqiq qilyapti. Tayyorlik bitti muallim. Ha, bo'ldi. Bir elektr aloqasi tanishishni sinab qilayotgan chog'dimi, telefonni faqat esdan chiqarmadi. Kun nimanda issiqdi. Watson, söz qabullig'ini qayta tekshirib baqayli. Hop. Birinchisi bitti. İkincisi bitti. Yaxshi. Efendi, uchinchida imkon yo'q. Sim tegishib qolgandimi? Watson, simni ajratib ber. Hop, to'xtab turing. Ajab aplashmay qoldi-ku. Toza tasib oldi-ku. Qanday qilsam bo'la? Ay, bu nima ovozdi? この振動音は Watson, bay nima qildi? Ha? Men faqat Ey Watson, men sendan xafa bo'layotganim yo'q. Men eliqi murakkab bir xil ovoz angladim. Ha? Endi bildim. Bu degan induksiya. Induksiya deganni tushuntirish tez. Men tushuntirib qo'yay. Ikki parcha magnit sim o'ramiga dam yaqinlashtirilib, dam yiroqlashtirilsa, elektr hosil bo'lib tok oqimini shakllantiradi. Mana bu tok oqimini induksiya deymiz. Birining qurilmasida tavrinish taxtasi bilan prujna birlashtirilgachga simmo magnitlashib ketgan. Vostin bu simni ajratganda magnitlik tumi rolini o'tayotgan sim ajrab, shuning bilan induksiya hosil bo'lgan. Watson, sana ko'p rahmat. Buni sen bo'g'ashqa bayqay olding. Bundaq induksiyadan foydalanib, insonlarning murakkab ovozini tarqatqili bo'ladi. Musu bayqash sababli birining qalasida telefonning sxemasi shakllandi. Raisning telefonning qurilmasi ilgirgi telegraf qurilmasiga o'xshash bo'lib, buningda tokni ulash va uzish usuli qo'llanilgan edi. Bundaq usulda ovozning yuqori tuvanligini tarqatqili bo'lgan bilan ovozning kuchlik ojizligini tarqatqili bo'lmaydi. Odamning ovozi murakkabroq, ojizlik kuchliklik o'zgarishi intayin nozik. Bundaq ovozni tarqatishda uzilmaydigan tok oqimidan foydalanishga to'g'ri keladi. Bir mana shu masalani bayqagan edi. Moshindaq bo'lganda telefonni yasab, ovozni tarqatqili bo'ladi. 遅れる電話ができるぞ Ishlayli efendi. Qandaq, menga imkonlashamsa? Albatta. Tavrinish taxtasining tavrishidan hosil bo'lgan tok oqimi ovozni ovoz qabullig'iga yetkazib berdi. Mana bu tunji telefon, mana bu yaxshilangandan keyingi telefon. U ilgirgi telefonlarga o'xshamaydi. Buningda tavrinish taxtasidagi jingni suyuq jismga sanjib qo'yiladi. Bundaq bo'lganda ovozning kuchlik ojizligi tokning kuchlik ojizligiga aylandi-da, texmi inchga ovozlarni tarqatqili bo'ladi. Bu kun oxiri yetib keldi. Tinish, birdan jim tursan-ku. Ha? Afla, yomon bo'ldi. Watson, tez chiq, chatoq chiqdi. Watson, tez chiq, chatoq chiqdi. Yomon bo'ldi. Og'lidim efendim. Muvaffaqiyat qozondik. Watson, sana nima bo'ldi? Chaqsan chiqmamsa? Og'lidim. Ovozni yedi og'lidim. Nimani og'lidim? Bu gayet zor muvaffaqiyat Watson. Şunda.
efendim. Ben anladım. 5 yıldan keyin bir maxsus foydalanish huquqini iltimos qildi. Berigi berilgan foydalanish huquqi nihoyat ko'p. Men hozir sizlarga u birinchi qatim erishgan telefondan maxsus foydalanish huquqi to'g'risidagi hikoyani so'zlab bermoqchi. Bir foydalanish huquqiga erishib 2 soatdan keyin yana bir odamga o'xshashla telefondan maxsus foydalanish huquqini iltimos qildi. Emirgeli ismli bu adam 2 soat kechikishga telefonning kashfiyatchisi bo'lamidi. Uning kashf qilgan telefoni birning telefoniga o'xshash bo'lib, uningdan hech qancha farqlanmaydi. Haqiqatan bu kishining hissashligini qo'zg'agudek ish bo'lgan edi. この人の電話もベルノと比べても決して負けないものだったのよ。登場しちゃうわ。 Bir ahiri o'zi yaxshi ko'rgan bu qizga uylandi. U Habadining qizi edi. Orqadan yana bir qatim to'y markasi o'tkazildi. Biroq bu to'y telefonning to'yi edi. Bir Edisonning ovoz yetkazgichidan foydalanish huquqini setib olib, uni o'zi kashf qilgan ovoz qo'bullig'iga birlashtirib, insonlarga qoldirdi. Bir yana nurg'un tadqiqotlarni ilib bordi. Baxtsiz bolalar uchun qilgan sinoqlarimiz shuning ichida. Bu ikkisi Eyrin Kra bilan zandas bo'ladi. Efendim, Eyrin bu şaqiratının qanchalik cho'ngligini his qilyapman deydi. Chunki yer yuzining tavrinishi uning bedniga o'tadigan. Eyron, ben sizni Torunlu biyeke ekilip şakratını gözetmekçidim. Sizin şakratının çoğun kişiligini bilərləydiğinizini his qilib, bək xursand boldum. Hoy. Telefonni kashf qilishning o'zi qalti cho'ngishdi. Shundaqdimi uning gospallarni deb zerikma tadqiqot ilib berishi haqiqatan kishini ta'sirlantirdi. Men shunday o'ylayman. Gaslarni anglayoladigan telefon kashf qilib bilanmi aka? Yaqinda dadamda anglasam, ovozni odamning ustixoni orqali cho'ng menga yetkazib beradigan bir xil telefon bor ekan. Shundaqmi? Bir bilgan bo'lsa, chuqur xushal bo'ladi. そうだね。 Rost. Uyg'urcha ovozli yuqori aniqlikdagi eng nodir filmlarni tushirmoqchi va ko'rmoqchi bo'lsangiz, Suzuk film tor bekatimizga qadam tashrif qiling. Tor bekat adresimiz www.suzukfilmchekit.com